tarafkashlik dedik, bias muammosi dedik. Sun'iy intellektga siz qanday ma'lumotlarni ko'p bergan bo'lsangiz, mana shu ma'lumotlar asosida javob beradi. Endi bu yerda bu nima degani? Odatda biz soha uchun, xos soha uchun sun'iy intellekt yaratganimizda, deylik mana yuqorida aytganimiz diagnoz qo'yish. Kasallarga tashxis qo'yish, masalan, rak kasalligiga. Rak kasalligiga tashxis qo'yadigan sun'iy intellekt qanday yaratiladi? Tushunarli bo'lishini aytaman. Siz unga avval rak kasali bor bo'lgan mijozlarning ma'lumotlarini berasiz. Va keyin rak kasali yo'q bo'lgan mijozlarning ma'lumotlarini berasiz. Mijoz emas, demak kasallarni deylik, masalan, ikkita mana ma'lumotni berdingiz. Sun'iy intellekt ikkalasini o'rganadi. Va o'rganish jarayonida, ya'ni bu aynan o'rganish deb aytiladi, machine learning. O'rganish jarayonida mana shu ikkalasidagi qandaydir qonuniyatlarni topadi. Ya'ni siz unga minglab rak kasaliga chalingan odamlarning ma'lumotini berasiz. Bu o'sha minglab odamlarning ichidagi qandaydir bog'liqlik qonuniyatlarini topadi. Va keyingi safar siz unga biror bir odamni o'sha ma'lumotlarni berganingizda, agar mana shu qoidalarga mos tushsa, ehtimolligi bo'yicha, masalan, ehtimolligi baland bo'lsa, demak bu odamga rak ekan deb tashxis qo'yadi. Va xuddi shunday rak bo'lmagan odamlarning ham ma'lumotini berasiz, tabiiy. Berganingizda u ma'lumotlarni ham o'rganadi va demak keyingi safar siz unga biror bir yangi odam kelganda kasalni ma'lumotlarini bersangiz, anketasini bersangiz, bu demak yoki rak emas degan tashxisni qo'ya oladi. Endi bu yerda bitta muhim narsa, mana bu ikkita ma'lumotlaringiz, kasal odamlarning ma'lumoti va kasalga chalinmagan odamlarning ma'lumotlari agar teng bo'lmasa, sun'iy intellekt bir tomonga og'ib ketadi. Mana shuni biz tarafkashlik muammosi deymiz. Agar siz sun'iy intellektga kasal odamlarni ko'proq ma'lumotni berib yuborsangizda, sog'lom odamlarnikini kam bergan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sog'lom odamlarga ham kasal deb diagnoz qo'yishni boshlaydi. Demak, ChatGPT ga o'xshagan dasturlar ham xuddi shunaqa. Unda siz ma'lumotlarni balansini boshqara olmaysiz ChatGPT da. Chunki ChatGPT ni birinchidan biz yaratmaganmiz, uni yaratuvchilari katta til modeli bo'lgani uchun, tekst generatori bo'lgani uchun unga tashxis qo'yish degan muammolar unga umuman oldindan ham berilmagan, uni oldin unaqa vazifa ham yo'q. U faqat generator bo'lgani uchun unga misol uchun mana bu tashxis qo'yadigan sun'iy intellekt yaratilgan kabi yaratilmagan u. Tashxis qo'yadigan sun'iy intellektda boya aytgandek, mana shu narsani e'tiborga olishingiz kerak, balans bo'lishi kerak. Agar balans bo'lmasa, demak ma'lumotlaringiz bir tomonga olib ketsa, siz sog'lom odamga kasal deb diagnoz qo'yishingiz mumkin yoki xudo asrasin kasal odamga sog'lom deb diagnoz qo'ya olishingiz mumkin. Bu ham juda yomon riskda. Shuning uchun o'ziga yarasha talablari bor. Yevropada misol uchun bu narsaga juda qattiq aniqlar belgilangan. Yevropada eng kuchli qonunchilik hozir 4 ta kategoriyaga ajratiladi har bitta sun'iy intellekt va o'ziga yarasha talablar qo'yiladi. Va bularning orasida eng yuqori o'sha talab qo'yilgani bu aynan meditsina sohasidagi sun'iy intellektlar misol uchun. Bizda bo'lsa ochiqcha aytsak ChatGPT ga simptomlarini yozib javob so'rashyapti-da, men qanaqa kasalman, menga tashxis qo'yib ber deb so'rashadi. Aslida ChatGPT unga mo'ljallanmagan, mutlaqo. Unaqangi uni oldida vazifa ham qo'yilmagan. U oddiy boya aytgandek matnlarni generatsiya qilib beradi xolos. Internetdagi sizga eng ma'qul tushadigan matnni topib sizga qo'yib beradi va natijada demak siz noto'g'ri tashxis ham olishingiz mumkin va bunga hech kim javob bermaydi. Shuning uchun birinchi muammosi bu javobgarlik bo'lsa, ikkinchi katta muammosi sun'iy intellektda bu shaffoflik muammosi. Shaffoflik degani biz ChatGPT qanday ishlashini, qaysi ma'lumotlarga asosan sizga bunday xulosa berayotganini bilmaysiz. Shaffof emas. Chunki sun'iy intellektlar, umuman barcha sun'iy intellektlarda bitta muammo bor, qora quti muammosi deyiladi. Sun'iy intellektlar xuddi qora qutidek ishlaydi. Siz unga faqatgina savolni berasiz, uni ichkarida bo'layotgan jarayonlarni mutlaqo bilmaysiz. Va siz deganimda nafaqat foydalanuvchilar, hattoki sun'iy intellektlar shunchalik murakkablashib ketganidan sun'iy intellektni yaratgan odamlarning o'zi ham chiqayotgan javob nimaga asoslanganini, ichida qanday jarayonlardan o'tib mana shu javob chiqib kelganini bilishmaydi. Bu juda katta muammo bo'ladi. G'alati masalan, yaratuvchilari bilmaydi. Chunki sun'iy intellekt shunchalik murakkablashib ketgan algoritmlari. Misol uchun mana ChatGPT ni o'sha 3.5 versiyasini aytishadi, 175 milliard parametrlar asosida yaratilgan deyiladi-da. Bu parametrlar degani o'sha har xil parametrlar. Bu juda ham katta-da. Ya'ni 3.5 da hali. 3.5 da. Hozirgisi trillionlarga chiqib ketgan. Hozirgilari trillion parametrlar asosida fikrlaydigan sun'iy intellektda fikrlash ham albatta odamlardek emas va u qanday fikrlashini hech kim bilmaydi. Shuning uchun masalan hozir yangi sun'iy intellektlarda harakat qilishyapti. Mana DeepSeekda buni ko'rdik. ChatGPTda ham bor reasoning degan joy. Ya'ni nima uchun bunaqa xulosa berganini sizga ekranda yozib ko'rsatadi oldin. Siz savol berganingizda ekranda haligi fikrlash jarayonini sizga go'yo ko'rsatadi. Siz bunaqa savol berdingiz, ya'ni fikrlash jarayonini o'tib oxirida sizga javobni chiqarib beradi. Ya'ni bu xulosaga nega kelganini xuddi shunaqa. Lekin bu aslida faqatgina imitatsiya xolos. Uni ichida haqiqatan nima jarayon bo'layotganini baribir hech kim bilmaydi. Mana shu katta muammo bo'lyapti va hozir nimaga bunga sabab mana bu yangi modellar, mana deep learning deymiz, chuqur o'rganuvchi modellarini murakkabligi. Ya'ni bu shunchalik murakkab bo'lib ketganidan uni mana bu oxirgi natija nima uchun mana shunday chiqayotganini hech kim bilmaydi.
Ya'ni bu birinchi muammo. Ikkinchisi o'sha shaffoflik deymizda, bu o'zi qaysi ma'lumotlar asosida yaratildi. Masalan, ChatGPT aytayapti, internetdagi barcha ma'lumotlar deyapti. Bu barcha ma'lumotlar bo'lgandan keyin u sizga to'g'ri keladigan, masalan, sizning qadriyatlaringizga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar ham bor uni ichida. Albatta. Tabiiy. Va ular ko'proq ham bo'lishi mumkin. Albatta. Keyin mana yuqorida aytdik, mana shaffoflik dedik. Bu shaffoflik yoki bo'lmasam o'sha tarafkashlik muammolari dedik. Bular qasddan qilinganlari bor. Ya'ni misol uchun ChatGPTga yoki mana Xitoydagi DeepSeek'ga misol uchun ko'rsak, biror marta Xitoy hukumatiga qarshi tekstlar generatsiya qilmaydi deyishyapti. Masalan, Tayvan masalasi. Xuddi shunaqa. Nima uchun? Chunki bu yerda ataylabdan qasddan shu narsa qilingan. Dasturlangan, ya'ni senzura o'rnatilgan. Senzura o'rnatilgan. ChatGPTdan xuddi shunaqa, ya'ni u g'arb qadriyatlariga mos keladigan javoblarni beradi sizga. U dasturiy tomondan qilingan bu narsada. Ba'zi tarafkashlik qasddan bo'lmaydi. Ya'ni ChatGPTning o'zi bir tomonga qandaydir ma'lumotlar ko'pligi sabab og'ib ketishi mumkin. Va bu tabiiy. Bu tabiiy. Masalan, deylik, biz sizni qadriyatlaringiz bo'yicha 100 ta ma'lumot, narigi qadriyatlar bo'yicha 100 ming ta ma'lumot bo'lsa, shunaqa. O'sha qarab ketadi. Javoblar ham shunga qarab ketadi. Ba'zida qasddan bo'ladi. Ya'ni ma'lumot ko'p bo'lsa ham, lekin bu demak yaratuvchi, mana shu sudni yaratayotgan dasturchilarning yoki kompaniyani yoki o'sha davlatni siyosatiga zid bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, unda bunga dastur tomonidan cheklovlar qo'yiladi. Demak, bu shaffoflik, ikkinchisi boyagi aytganimizdek, yana bitta katta muammo bu shaxsiy ma'lumotlar. Juda ko'pchilik ChatGPTga bemalol o'zining shaxsiy ma'lumotlarini berib yuboryapti. Bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu ma'lumotlaringiz sizni kelajakda qay yo'sinda foydalanadi, siz bilmaysiz. Mana shuni ham hisobga olish kerak foydalanayotganda. Xavotirli masalalar. Xavotirli, albatta. Mana siz boya qonuniyatlar haqida aytdingiz, ya'ni siz bergan ma'lumotlarni qonuniyatlarini o'zi topadi dedingiz. Bu qonuniyatlarni o'zi topadimi yoki ishlab chiqaruvchi dasturchi tomonidan bu algoritmlar qandaydir beriladimi? Ya'ni mana shularga asoslanasan degan masala. Chunki qonuniyatlarni topadi deyish menga o'xshagan oddiy foydalanuvchi uchun u fikrlashni boshlabdi deb o'ylashga yetarli-da, Anvar aka. Shunaqa. Ilk sun'iy intellekt modellar, birinchilari yaratilganlari va hozirda ham misol uchun boyagi aytganimdek tor xos sohada yaratilgan sun'iy intellekt modellarda aniq algoritmlar ishlatiladi va u yerda aniq matematik formulalar ishlatiladi va u yerda siz ko'rishingiz mumkin. U yerda fikrlash jarayonini ko'rishingiz mumkin yoki qanday qilib mana shu xulosaga kelganini siz ko'rishingiz mumkin, chunki u formulalar yordamida aniq va u yerda bitta kamchiligi u modellarni yuqorida aytdik parametrlarni siz tanlaysiz. Demak, mana bu parametrlar asosida mana bu diagnozni qo'yasan degan shartni siz qo'yasizda. Shuning uchun u yerda sizda nazorat ko'proq bo'ladi. Lekin bu modellarning kamchiligi birinchidan o'sha parametrlarni siz qo'yib berishingizni o'zi, qonuniyatlarni siz topib berasizda. Ya'ni siz ma'lumotlarni tahlil qilasiz va hokazo. Bu yerda odamni ishtiroki ko'proq bo'ladi. Matematiklar, o'sha analitiklar, statistiklar ko'proq foydalanadi, ko'proq jalb qilinadi bunday model yaratishga. Lekin zamonaviy mana bu yangi hozir chiqayotgan ChatGPT kabi dasturlar, bular deep learning texnologiyasidan foydalanadi. Bu yerda mutlaqo boshqacha model. Bu yerda endi mana bu qonuniyatlarni siz qo'ymaysiz, o'zi qidirib topishga majbur. Chunki bu yerda bir narsani hisobga oling, unga qo'yilayotgan masalalar o'zi ham murakkabda. Bu yerda u qonuniyatlarni siz matematik yo'l bilan topa olmaysiz ham. Shu tomoni borda. Oddiy misol, mana odamlarning yuzini tanish. Mana ko'p keltiraman, sizni yuzingizni tanish. Mana oddiy odamning yuzini taniydigan dastur yaratmoqchisizda. Qanday qilib buni siz qonuniyatlarni topasiz? Qonuniyatlar yordamida qilingani bor, eskisi bor. Eski texnologiya qanday bo'lgan? Misol uchun odamning yuzini olishgan, mana siz pasportga rasm tushganingizda nima uchun siz to'g'ri tikka qarab turgin deydi, o'lchashadi. Burun o'rtasidagi masofa, quloqlarning o'rtasidagi masofa, hokazo mana shu masofalarni o'lchab, yuzni qandaydir haligi nima setkasini yaratishadi va buni saqlab qo'yadi. Keyingi safar sizni suratingiz biror joyga chiqqanida shu setka bilan solishtiradi. To'g'ri kelsa. Lekin uning uchun siz to'g'ri kameraga qarab tushgan bo'lishingiz kerak. Bu muammo bor. Lekin real hayotda unaqa emasda. Real hayotda siz yuzingiz yarmi ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Siz yurib ketayotganingiz, orqangizdan bo'lishi mumkin, yoningizdan bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt nima qiladi? Mana shularning hammasini ko'ra oladi, hammasini taniydi. Qanday qilib? Chunki siz sun'iy intellektga o'sha odamni masalan minglab rasmini berasiz. Yoshlikdagi, sal yosh o'tgandagi, yonidan chap tomondan shakka kelgan bo'lishi mumkin, ko'zoynak taqqan bo'lishi mumkin, qishda, yozda soqolsiz, hamma rasmlarni berasiz va sun'iy intellekt mana shu rasmlarni maxsus filtrlardan o'tkazib qonuniyatlarni o'zi topadi. Ya'ni nima uchun mana shu odam ekanligini o'zi yozadi qonuniyatlarida. Mana shu yerda boyagi qora quti muammosiga duch kelamiz. Ya'ni bu qonuniyatlarni o'zi belgilaydi. O'zi topadi. O'zi topib, o'zi belgilaydi. Qayerdan topadi? Endi bu yerda mana bu o'rtadagi mana chuqur o'rganish deganimizda o'rtada xuddi neyron tarmoqlariga o'xshab, odamlar neyron tarmoqlariga o'xshab haligi arxitekturasi tuziladi. Va agar rasm to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, rasmni misol uchun har xil filtrlardan o'tkazadi.
Filtrlar yana ranglar filtri bo'lishi mumkin, shakllar filtridan o'tkazish mumkin, ya'ni har xil filtrlardan o'tkazib ko'radi. Har xil filtrlardan o'tgandan keyin mana shu odamga xos qanaqadir o'ziga xos narsalar paydo bo'lishni boshlaydi. Shularni saqlab qo'yadi so'ngchilik. Va bu narsa har bir odam uchun boshqacha bo'ladi. Va siz buni ko'rmasligingiz mumkin. Ko'rmaysiz ham va uni ko'rishga hojat ham va ehtiyoj ham yo'q o'zi aslida. Chunki har bir odamga uchun siz uncha narsalarni ko'rib, saqlab qo'ya olmaysizda. Va mana shu sabab ham hozir deep learning modellar qora quti bo'lishiga sabab shu bo'lyapti. Ya'ni parametrlarni ham o'zi topadi. Qaysi parametrlar asosida siz ekanligingizni aniqlashini o'zi biladi.